agar o'zimizda mustaqil bitta oyat bor ekan, bitta hadis bor ekan deb amal qilamiz desak, albatta xatoga ketib qolishimiz tabiiy. Demak, Allohning pishiq puxta arqonini mahkam ushlanglarda, firqalarga bo'linmanglar. Sen deydi payg'ambarimizga ergashasanmi yo Imom Azamga ergashasanmi deydi. Ibn Sirin rahimahullohning mashhur bir gaplarini eslab qo'yishimiz kerak. U kishi aytadilarki, bu ilm, bu din bu. Dinni kimdan olayotganlaringga qaranglar deganlar. 90% Hanafiy mazhabiga amal qilib turibdi-da, 10% ga kelganda yo men endi hadisga ergashaman. Bu Hanafiy mazhabi batda xato qilgan. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa-da u. Rasululloh davrlarida mazhab bo'lmagan, bitta yo'l qilamiz degan bir da'volar bilan chiqqan domla. Bular chiqqaniga hali 200 yil bo'lgani yo'q deydi. Lekin nechta firqaga, nechta bo'limga bo'linib ketib qolib, bir-birini hozir kofirlikda ayblab, u o'limga ham hukm qilayotganlar bor ichida deydi. Boshqalardan bir qandaydir ajrab turishni xohlaydi-da insonning nafsi. U qaysi jamiyatda shunaqa musulmonlarning o'rtalarida parokanda ixtilof bo'ladigan bo'lsa, jamiyat tubanga ketgan, orqaga ketgan, u rivojlanish bo'lmagan u. Boshqalardan ajrasa go'yoki meniki to'g'ri, qolgan hamma xato demoqchi-da endi. Endi sizlar bir qandaydir ixtiloflik, shunaqa xilma-xillikni ko'rsanglar, ko'pchilik jamoani o'zingizlarga lozim tutinglar deb Rasulullohni, ya'ni tavsiyalari bu, bizga nasihatlar. Mujtahidlarimizni mana katta xizmatlari yotibdi. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Bizga mayda ikki-fikirlargacha mana mufassal bayon qilib berib ketishdi. Biz amal qilish xolos. Bir so'z bilan aytganda, ular oshni tayyor qilib pishirib damlab ketishdi. Shuni solib yeyish xolos. Endi pishgan oshni tagiga o't yoqsak nima bo'ladi? Kuyadi. Demak, hozir masalan mujtahidlarga ergashmasdan o'zicha mustaqil oyat hadisdan dalil olaman degan odam go'yo damlangan osh tagiga o't yoqyapti-da. Endi uni yangidan pishira olmaydi. Uni kuydiradi xolos endi u. O'sha mana Imom Malik buyuk mujtahidni Abdulloh ibn Vahb degan katta shogirdlari bo'lgan. U kishining sha'nida ulamolar aytadiki, o'sha tarjima hollarida jamaa baynal fiqhi val hadis. U kishi fiqhni ham, hadisni ham jamlagan. Qarang, o'zi faqih bo'lish qanaqa qiyin, muhaddis bo'lish qanaqa qiyin. Shu ikkovsini jamlagan ekanda u kishi. U kishi aytadi-da, men qaratu alal Imom Malik al hadis 20 sana. Imom Malikda men hadisni 20 yil o'qidim. Va qaratul adab fi 20 sana. Odobni yana 20 yil o'qidim. Ya'ni jami 40 yil o'qigan. U kishining 360 ta shayxi bo'lgan deydi. Aytadilarki, men 360 ta shayxdan ilm oldim, hadis oldim. Agar shayxlarim orasida Imom Malik bilan Misrda Lays ibn Sa'd bo'lgan. Shu ikkovsi bo'lmaganda men halok bo'lardim. Nimaga desa, hadislar ko'payib ketgandan men gangib qoldim, hayratda qoldim. Qana amal qilishni bilmay qoldim. Bir-biriga zid bo'lib chiqib kelyapti endi rivoyatlar. Hammasi ham sahih. Qaysinga qana amal qilinadi? Men bilmay qoldim. Shunday katta olim, qarang, fiqh bilan hadisni jamlagan, olim, mujtahid maqomidagi olim hayratda qolib, men nima qilishimni bilmay qoldim. Shunda shayxlarimga murojaat qilganimda, shayxlarimdan Imom Malik bilan Lays ibn Sa'd ta'khudhu haza va tatruku haza. Mana u hadisni olasan, buni tark qilasan. Bunga bunday amal qilasan, bunga bunday amal qilasan deb o'rgatishdi. Agar shularni ko'rsatmasi bo'lmaganda men halok bo'lardim. Shunday buyuk olim, qarang. Ana shuning uchun, ya'ni Alloh mujtahidlarimizdan o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Bizga shuncha millionlab, masalan, manbalarning ichidan eng ishonchlilarini bayon qilib berib, qaysinga qana amal qilishni ko'rsatib berib ketishdi. Bizga endi o'shalarni bayon qilgan masalalariga amal qilishlik qoldi xolosda. Shunga amal qilib olsak, ikkala dunyoni saodatida. Ya'ni biz ularga hozirgi kunda qoniqmasdan, o'zimizcha biz ham ijtihod qilamiz deb, o'zi ijtihod qo'limizdan kelmaydi. Biz buni ahli emasmiz, birinchidan. Ikkinchidan, biz shu ahli bo'lmaslikda shuni da'vo qilib, agar o'zimizda mustaqil bitta oyat bor ekan, bitta hadis bor ekan deb amal qilamiz desak, albatta xatoga ketib qolishimiz tabiiy. Bundan tashqari mana aytdik, masalan, bular namoz masalasida deylik, shu o'zi bilgan bitta hadislarni ushlab olib amal qilayotgan bo'lsa, boshqa masalalar, mana moliyaviy masalalarda oling, moliyaviy masalalarda xolasa xolamasa Hanafiy mazhabiga amal qilishga majburda. Chunki buni manbasini ham bilmaydi, dalilini ham bilmaydi, yoki er-xotinchilik munosabatlarida, yoki mana meros masalalarida, umuman hayotdagi boshqa jabhalarda Hanafiy mazhabiga amal qilyapti-ku. Aytaylik 90% Hanafiy mazhabiga amal qilib turibdi-da, 10% ga kelganda yo men endi hadisga ergashaman. Bu Hanafiy mazhabi batda xato qilgan. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa-da u. Keyin batda yana bitta narsa borki, biz eng ko'p kuzatuvlar masalan shuni guvohi bo'lganmizda, inson tabiatida anoniyat degan narsa bor-da, menlik.
ya'ni bu endi o'sha nafsni xohishida endi boshqalardan bir qandaydir ajrab turishni xohlaydida insonni nafsi. Masalan mana farzand ko'rsa kelib ism qo'yib bering desa, mashhur Abdulloh Abdurahmon ism bilan aytsangiz, yo'q, hech kim qo'ymagan bir nodir bir ism bo'lsin deydi. Qarang, farzandiga ism qo'yishda ham men deyapti-da, boshqalardan ajrab olmoqchi. Yo bir qurilish qilyapsa, borib haligi loyihachiga shunaqa loyiha tizginki, shaharda yo'q bo'lsin, bitta bo'lsin deyapti-da, masalan, yo bir kiyim tiktirishda chevarga shunaqa tikkinki, boshqasiga tikmaysan deyapti-da, masalan. Endi ibodatda ham shunaqa bo'lmoqchi-da u. Anoniyat xohlayapti-da. Boshqalardan ajrasa go'yoki meniki to'g'ri, qolgan hamma xato demoqchi-da endi, to'g'rimi? Shunaqa da'vo bor-da. Ana shuning uchun hal mana domla aytdilar, o'sha ya'ni qaysi yurtda bir mazhab ya'ni tarqalgan bo'lsa, o'shanga ahli amal qilishi vojib. Chunki o ba'zi masalada, masalan, kimdir hozir men Hanafiyga ergashmayman, Shofiyga ergashaman deb turib, masalan, namoz masalasida Shofiy mazhabi bo'yicha o'qiyman desa, boshqa masalalarchi. Er-xotinchilik masalasi, moliyaviy masala, meros masala. Birinchidan Shofiy faqihda o'zi yo'q, masalan. O kitoblari ham yo'q. Qanaqa qilib amal qiladi? O ba'zi masalada amal qilgan bilan qolgan masalalarda amal qilolmaydi. U harajda qolib ketadi bu odam. Dinimiz harajda qolmaydi. Ana shuning uchun bizni diyorda mana ming yillardan beri Hanafiy mazhabi mana yoyilib, Alloh rahmat qilgan bo'lsin. O'sha Abu Hafs Kabir rahimahulloh mana olib kirgan bo'lsalar, Imom Muhammad shogirdlari. Shundan beri ajdodlarimiz shu mazhabga amal qilib kelyaptimi? Demak, ixtilofga bormaslik kerak edi. Yuqorida aytganimizdek, bu mazhabimiz har bitta ko'rsatmalari o'sha ishonchli manbalar, oyat hadislar asosida tahrij qilingan. Hech ham bunga amal qilsak xato qilgan bo'lmaymiz. Yaxshi, to'g'ri aytdingiz domla. Gapingizdan bir narsa yodimga tushdi. Masalan, hadisni olib o'zim amal qilaman degan odam go'yoki tayyor toqqa chiqadigan bir yo'l bor. Yo'llarni shunaqa tekis, chiroyli bir qulay qilib qayerdan yo'l qilishni ham o'rganib, mutaxassislar yo'lni tayyorlab qo'ygan. Bir odam yo'q, men yo'ldan chiqmayman, men o'zim alohida bir joylardan toshlarni tekizlab toqqa yo'l qilgan bilan bir xilda. Yoki ba'zi ulamolar haligini misol qildirar ekanlar. Misol uchun bir zavod bor, o necha yildan buyon misol samolyotlarning eng oxirgi haligi holatlarini ishlab chiqarilyapti. Shunaqa bir rivojlangan holatda bir kishi kelyapti-da, yo'q. Men butun birorta bu zavodlar bilan hamkorlik qilib, o'zim noldan bu masalaning qonun qoidalariga, uslubiylarga qaramayman deb, o'zim bir samolyot yasashni boshlayman. Qani desa, bu odam mana shunchalik rivojlantirgan holatga yetkiza oladimi u? Birinchidan umri ham kifoya qilmaydi, ikkinchidan ilmi ham kifoya qilmaydi. Qilsa ham hozirgidek hayotda qila olmaydi bu bitta o'zi. Chunki nechi mazhab ham xuddi shunday edi domla. O'zaligi oyatda shu gapingizga Assadlar va atasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Allohning pishiq-puxta arqonini mahkam tutib, firqalarga bo'linmang. Shuni tafsirida, yuqoridagi gapingiz isbotida bir o'xshatma keltiriladi-da. Ya'ni faraz qiling, bir quduq atrofi silliq qilib ushlab qo'yilgan. Ya'ni tashqariga chiqaman degan odam sirpanib tushib ketadi. Va o'rtada bitta arg'amchi osiltirib qo'yilgan. Tashqariga chiqmoqchi bo'lgan odam shu arg'amchiga osilib chiqaladi xolos. Boshqa yo'l yo'q. Kim shu arg'amchiga osilib chiqsa, demak qutulib ketadi, chiqib ketadi. Yo'q, men bu arg'amchidan chiqmayman, men o'zim chiqaman desa, quduqni barcha atrofidan chiqolmaydi u. Ma'lum bir metrga ko'tarilishi mumkin, lekin sirpanib tushib ketadi-da. Xuddi shunga qiyos qilinyapti-da. Demak, Allohning pishiq-puxta arqonini mahkam ushlaylarda firqalarga bo'linmaylar. Endi mana shu ixtiloflarga sabab bo'layotgan omillardan eng kattasi bugungi kunda o'sha imkoniyatlar kengayganligi, ya'ni internet orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali turli, masalan, mustahkam ilmga ega bo'lmagan yoki sinalmagan, tanimagan odamlardan ham olyapti-da ma'lumotlarni insonlar. Ana shu o'rinda Ibn Sirin rahimahullohning mashhur bir gaplarini eslab qo'yishimiz kerak. U kishi aytadilarki, inna hazal ilm dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Bu ilm, bu din bu. Dinni kimdan olayotganlaringga qaranglar deganlar. Din mavzusi juda ham hassos, nozik mavzu. Shuning uchun uni dush kelgandan emas, balki puxta o'sha e'tiqodi jihatdan ham aniq o'sha to'rala mazhabdan birida mustahkam turgan olimdan olishlik kerak.
ba'zida masalan shu o'sha hadisni zohiriga qarab turib amal qiladigan odamlar aytadiki, bu hadis deydi Hanafiylarga, Imom Abu Hanifaga yetib bormagan yoki u kishini olimlar mana hadisda zaif bo'lgan, shuning uchun bu hadisni ko'rmay qolgan, bilmay qolgan. Bu gaplar asossiz gaplar. Asossizligi shundaki, mana Shayx Saloh Abul Hoj rahimahulloh hafizahullohni bir kitoblari bor shu Hanafiy mazhabi, ularni dalillari borasida. Shunda aytadilarki, Imom Abu Hanifa qanaqa muhitda tug'ilib, qanaqa muhitda katta bo'lganlar. Bilamiz, Kufa shahrida tug'ilib katta bo'lganlar. Kufa qanaqa joy edi? Bu joy Abdulloh ibn Mas'ud, mana domla aytib o'tdilar, buyuk sahoba bu yerga ta'lim berish uchun kelganlar. Keyinchalik Hazrati Ali roziyallohu anhu xulafoi roshidinlardan u kishi. 70 ta Badrda qatnashgan sahobalar yashagan. 1,5 mingta undan tashqari sahobalar yashagan joy. Ko'ryapsizmi bu muhitni? Bu yer sodda qilib aytganda islomiy ilmlar poytaxti bo'lganda Kufa. Mana Abdulloh ibn Mas'uddan Alqama roziyallohu anhu ilm olgan. U kishidan Ibrohim Naxai rahimahulloh, u kishidan Hammod ibn Sulaymon, Abu Hanifa rahimahulloh. Bu kishiga endi hadis yetmay qoldi, hadisdan bexabar qoldi degan gap noto'g'ri ekanligi mana shundan ma'lum bo'ladi. Qanaqasiga 1,5 mingdan oshiq sahoba shu yerda yashaydi-yu, qanday u kishi hadisdan bexabar qoladi? Bo'lib ham asosiy islomning rukunlari hisoblangan namozga, tahorat, mana shunga tegishli masalalar yetmay qoldi degan gap umuman asossiz. Endi u kishini hadisda zaif bo'lgan degan gap ham asossiz. Nimaga? Chunki biz suhbatni boshida aytdik, u zotni butun ummat mutloq mujtahid deb qabul qilgan. Mutloq mujtahid hamma sohada yetuk bo'ladi. Holbuki bu hadis shar'iy ahkomlarni olishlikda ma'xaz bo'lib turadigan joy. Mastar u. Asosan Qur'on, hadisdan olinadi hukmlar. Bu kishini hadisda zaif deyishlik, bu qo'pol qilib aytganda bu johillikdan boshqa narsa emas. Shuning uchun bu gaplarga aldanib qolmaslik kerak. Mana shunaqangi nizolar, shunaqangi tushunmovchiliklar bo'lganda Alloh taoloning oyati karimasi fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun oyatiga muvofiq ulamolarga, ahli ilmlarga murojaat qilib masalaga yechim olinsa, inshaalloh tafriqaga, turli xil kelishmovchiliklarga sababchi bo'lib qolmaymiz. Juda to'g'ri aytdingiz domla. Yana bir chalg'itadigan gaplari bor ularni. Sen deydi, payg'ambarimizga ergashasanmi yo Imom Azamga ergashasanmi deydi. Voy baraka topkur, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning atroflarida qancha sahobalar bo'lgan, mana holatlar qanaqa bo'lgan, islomning boshida bir narsa boshqacharoq bo'lsa, islomning oxirrog'ida boshqacharoq bir o'zgarishlar bor. Bu Imom Azam rahmatullohi alayhilar hali qancha mana sahobalardan foydalanganliklari yoki atroflarda qancha shogirdlar, hali lug'atshunoslar domla yoki bir fan, hamma sohani fanlarni o'zini mutaxassislari bo'lgan-ku, bitta o'zlari emas deydi. O ba'zi bir kitoblarda bir nechta 40 ga yaqin o'zlariga o'xshagan yetuk shogirdlari bo'lgan deydi. Yoki Imom Azam rahmatullohi alayhi haqlarida shunaqa ulug'larning gaplari bor. Agar bu zot sharifni aqllarning tarozusini bir tomonga qo'yib, butun zamondoshlarini aqlning tarozusini ikkinchi tomonga qo'ysa, larujiha alayhi deydi. Bu Imom Azamning aqllari Xudo bergan shunaqa zot bo'lganlar. Endi bu Imom Azamga ergashish, bu to'g'ridan to'g'ri payg'ambarimizga ergashishdi endi u. Hali mana gap bor-ku, toqqa chiqadigan go'yoki cho'qqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ladigan bo'lsalar, 4 ta yo'l borda shunga boradigan. Ya'ni bittasi Hanafiy, xullas 4 ta mazhablar. Shuni eng haqiqiy najot, hali musulmonlarning birdamligi bu bitta mazhabni mahkam ushlashda ekanda domla. Mana bir yaqinda chiqdi, yaqinda emas, bunga ham bir asrdan oshib qolgan. Biz yo'q, mazhablarni tan olmaymizda, biz o'zimiz bitta yo'l qilamiz. U Rasululloh davrlarida mazhab bo'lmagan. Bitta yo'l qilamiz degan bir da'volar bilan chiqqan domla. Shularni mutaxassislar, shu sohani o'rganganlar aytadiki, bular chiqqaniga hali 200 yil bo'lgan yo'q deydi. Lekin nechta firqaga, nechta bo'limga bo'linib ketib qolib, bir-birini hozir kofirlikda ayblab, u o'limga ham hukm qilayotganlar bor ichida deydi. Qarang, o'zi bitta mazhab tuzamiz degan bular, bitta yo'l qilamiz degan. Lekin mazhablarning tarixiga qaranglar deydi. O 10 asrdan ko'p, va 12 asr, shu asrdan buyon mazhablar o'zaro ittifoq yashayapti. Bitta yurtni o'zida, ana domla siz yuqorida aytdingiz, bitta yurtni o'zida masalan ham Shofiy ham Hanafiy shunaqa ittifoq bilan yashaganlar ko'p. Masalan, haligida ham Makka yoki Madinada ham mazhablar ko'p-ku endi. U yerda ham masalan ittifoq bilan yashaydi.
unaqa joyda yashayotgan odam bo'lsa ekan, u mayli bitta mazhabni ergashib qilaversin. Lekin bizni yurtlar, mana Abdulhayy Laknaviy hazratlari o'zlarining fatvolarida keltirgan dedingiz-ku nomla. Hindiston deydi yoki Movaron Nahr diyorlarida u Hanafiylarni hali yuqorida aytganda Hanafiylarni ulamolar, Hanafiylardan boshqalarning ulamosi ham yo'q, kitoblari ham yo'q. Demak, bu joydagilar bu Hanafiy mazhabiga amal qilish vojib deyilganda. Shu Hanafiy mazhabiga amal qilinsa, demak, biz O'zbekiston yurtimiz ham salkam 1000 yildan ko'proqdan buyon Hanafiyga amal qilib kelinyaptimi? Demak, hammamiz indamasdan shunga amal qiladigan bo'lsak, inshaalloh najot topamiz. Hali bir ulamo aytayaptilar, "Ey" deyaptilar, "Hanafiy mazhabiga mahkam kir. Agar qiyomatda najot topmasang, men o'zim kafil bo'laman" deyaptilar-da. Nima uchun bunday deyaptilar? Hali mana Zafar Ahmad Usmoniyni aytdik, Elol Sunan yoki Fatvobil Inoya sohiblari Mulla Ali Qori har bir Hanafiy mazhabining masalalariga alohida dalillarni mana yuqorida sizlar bir qismini aytdinglar-ku domla. Har bir masalamizga dalillarimiz yetarlicha-da. Shunga biz bu kuzatuvchilarimiz, bu ko'rsatuv tomoshabinlardan iltimos qilib qolardikki, bizning maqsadimiz bu ko'rsatuvni mana yuqorida domla aytdingiz, ko'tarishdan maqsad, bu masalalarni ko'tarishdan maqsad hammamiz ittifoq bo'laylik. Hamma birdan bo'laylik. Hali oddiy bir kichkina masalani deb turib, uni butun jamoatga xilof qilishlik bu nihoyatda xato narsa bu. U qaysi jamiyatda shunaqa musulmonlarning o'rtalarida parokanda ixtilof bo'ladigan bo'lsa, jamiyat tubanga ketgan, orqaga ketgan, u rivojlanish bo'lmagan u. Tarixdan ma'lum qayerda musulmonlar o'zaro ittifoq bo'lsa, o'zaro ahil inoq, do'st, birodar bo'lgan holatlarda haqiqiy rivojlanish bo'lgan, ular haqiqiy rohat, farog'at bilan yashaganlar. Suhbatimiz oxirida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadis shariflari bilan nihoyalaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Inna ummati la tajtami'u ala dalala." Meni ummatim u zalolat uzra jamlashmaydilar. Jam bo'lmaydilar. Zalolatga yana bir adashmovchilikka hammalari kelib to'planib olmaydi. Fa iza ra'aytum ikhtilafan fa alaykum bisawadil a'zam. Endi sizlar bir qandaydir ixtiloflik, shunaqa xilma-xillikni ko'rsanglar, ko'pchilik jamoani o'zingizlarga lozim tutinglar deb Rasulullohni, ya'ni tavsiyalari bu, bizga nasihatlari. Mana shu kunga ayni tushadi dedilar bu hadis sharif. Sababi mana hozir bizning yurtda 99% odamlar Hanafiy mazhabiga amal qilib bir chiroyli yuribdilar. Endi bu tomonda 99% odam shunaqa bir xil ekanmi, bir savodi azam katta jamoa ekanmi? Shunga bitta ikkita odam ergashib qo'yaverish kerak. Qolaversa, hali ixtilof qiladigan masalasi kichkina masala. Yana qolaversa, bular qilayotgan, masalan, 99% odam amal qilayotgan ishini hammasini dalili yetarlicha. Hadisdan u, oyatdan u, boshqadan yetarli. Shunday bo'lgandan keyin haqiqiy musulmonlar, hali haqiqiy ahli inoq oyatlarda o'z butun dinimizni ko'rsatmasi shunday. Oyatlarning hammasida ham, hadislarda ham shunday bo'lgandan keyin musulmonman degan da'vomiz bo'lgandan keyin biz to'lalikcha dinimizga amal qilsak, inshaalloh haqiqiy bu dinimizning ko'rsatmalariga ham amal qilgan bo'lamiz va bu jamiyatimiz haqiqiy rivojlangan jamiyatlardan va o'zaro musulmonlar doimo bir-birlari bilan ahli inoq va chiroyli holatda yashaydilar. Azizlar, bu ko'rsatuvlardan, bu ma'lumotlardan har birimiz o'zimizga yetarlicha xulosa oladigan bo'ldik. Mana ustozlarimiz nihoyatda go'zal bu masalalarni yoritib berdilar. Sizlar bilan kelgusi ko'rsatuvlarda uchrashguncha Allohning panohida bo'ling deymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.